bir muslima tabibadan so'rashdi. Ko'p xotinlik haqida fikringiz qanday? Haligi tabiba aytdiki, Alloh Qur'onda muboh qilib qo'ygan narsa ish ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Mana haqiqiy mu'minlarning javobi. Alloh ruxsat berib qo'ygan narsa ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Yana qaytarib aytaman, Alloh va payg'ambarning so'zi turganda mu'min taslim bo'ladi xolos. Fikrni bildirmaydi. Fikrni bildirmaydi. Aytdim-ku, asosiy gap shu haqida bo'ladi bugun. Alloh va Rasulidan bir qadam nima qilibsiz? Ilgarilab ketibsiz, bosib yuboribsiz. Masalan, ribo masalasi bor. Alloh taolo ochiqdan ochiq aytib qo'yibdi: "Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat." Alloh taolo sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi, sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Pul bor, uni aylantirish kerak, pul topish